Agar bir yomon ishni ko'rsangiz, uni otini aytishingiz shart emas. Shunday ishlar bo'layotgan ekan, bu to'g'ri emas deya uni oqibatini aytib qo'yishning o'zi kifoya. Masalan, men internetda bir yomon narsani ko'rdim. Sizlarga shuni yomonligini aytishim uchun uni eshmat, toshmat deb otini aytishim shart emas-ku. To'g'rimi? Shunaqa narsa bo'layotgan ekan. Jamiyatimizda shunaqa bir sizu bizni, zurriyotimizni, avlodlarimizni, farzandlarimiz tarbiyasiga ta'sir qiladigan narsa bo'layotgan ekan. Shuni shunday qilmanglar deyishim o'zi kifoyami? Uni xalq bilib oladi o'zi kim aytayotganingizni. Hozir hali aytganimizdek 5-sinfga bolaga aytsangiz ham palonchini aytyapsizmi deydi. Biladi u. Yo'q, ismini aytish kerak, qayerdanligini aytish kerak, u tarixini kovlaydi, kim bo'lgan, nima bo'lgan, bachkana narsalar. Vaqtini shu bilan o'tkazadi. Yana bir karra aytaman, bularning maqsadini aksari, hammasi emas, yaxshi insonlar ham bor. Aksarini maqsadi yomonlikni isloh qilish emas. Nomini oshkor qilish kerak, bopladi deyish kerak, podpischikni yig'ish kerak, milliondan oshiq odam ko'rsa, unga pul tushar ekan. Men yaqinda bildim buni. Yaqinda bildim, u nimaga u mashhur qilib desam, uni ortidan pul kelar ekan uni ortidan. Shu uchun nimani bo'lsa chaynaveradi. Bittasi yiqilib tushsa, eshitdinglarmi, yiqilib tushibdi. Birov mashina urib olsa, eshitdinglarmi, mashina urib. Nima kerak senga u? Gapirsang foydali gapni gapir. Erkak eshitib foydalansin, ayol eshitib foydalansin, bolalar eshitib foydalansin. Nima kerak bizga bir tiyinlik bo'lgan odamning hayoti? Eng qizig'i, ba'zida bir tuppa-tuzuk odamlar shu narsaga aralashib qoladi. Biz ham jumada misollar keltiramiz, ko'rgan narsamizni. Lekin nima kerak uni ismini aytib, qayerdan falonchi viloyatdan ekan, falonchi. Yana bir karra aytaman, kimni nima to'g'risida gapirayotganimizni xalq o'zi yaxshi biladi. Shu uchun internetga kirib olib, bir-birini hayvondan hayvonga solib, eshak deydi, to'nka deydi, boshqa deydi, it deydi, kuchuk deydi, nimalar deydi-da, keyin u ham bir narsalar deydi. Ko'ribsizki, ikkita musulmon bir-birini go'shtini chaynab yeb yotibdi. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Uchinchilar chapakchalik battar bo'ldi, o'tiribdi. Bugun bizga dushman kerak emas.